Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Bu silsilega mutavasıl inşallah bu kitaplarga gapirishamiz. Bugungi kitob inşallah illi huwa In a Quest of Homeland. İngilizce tilga yozilgan va Istanbulga nashr bo'lgan bir kitob. Yusuf Ma'mur, doktor Yusuf Ma'mur. Taban bu kishini men oilasini shaxsan ko'rishdim. Hatto nevarasi kitobni menga o'zi hadiya berdi. 455 sayfadan bir kitap. O bu kitapta biz o'qishimiz kerak. Nima uchun ko'p narsa o'rganamiz. Ko'p narsa bizga nima qiladi. Bu kishi taban o'zini hayotini, shaxsiy hayotini yashaganlarini bizga naql qiladilar. Ko'p chiroyli shaklga. Masalan, O'zbekistonga Sovetlar kelmasidan avval hayoti qanday edi? Buni bizga nima qiladi. Undan keyin Bolsheviy quvvatlar, ruslar, Sovetlar kirib davlatda nima qilgan keyin qanday hayotlari tag'yir edi va nima uchun qochishdi, sababi nima edi? Shunga o'xshagan, ya'ni qanday bir chiroyli jannatga o'xshagan joy qo'rqinch bir joyga nima bo'lib qoldi. Mardumlar bir-biridan qo'rqib qoldi, bir-biriga shaytonlik qilmasin, bir-biriga nima qilmasin deb. Keyin qarorga olishdi, hijrat. Shu vaqtga nima qiladi? Sharh qiladiki, hamma narsani tashlab ketishyapti xolos. Hamma narsani. Va ba'zi paysa va ba'zi to'lovlarni ko'ynaklarining ichiga tikishib bechoralar, tamommi? Va boshqa hamma narsani orqasiga tashlab chiqishlarini hikoya qiladi. Hatto shuni aytadiki, enasi uylarini dar kalitini to fot qilgangacha baxmallikka olib yurar ekan. Mana shu aytarkanki, biz otamizga qaytib boramiz deb. Shunga o'xshagan keyin nimagan shu qochishlari Hindukush tog'lari ustidan Hindistonga ketib, Delhi va boshqa nima hindi shaharlarga hatto borishib, ishlashib, paysa topishib, keyin nimaga bu 1930 ga taban, bu hijrat ula, bu ikkinchi hijrat emas. Bu O'zbekistondan Afg'onistonga hijratlari, Kobulga borib, keyin shu Kobulga borganiga bu kishi bitta alay kotiba olib dikkatlarini yozishga boshlagan ekan. Keyin ular Hindga qochishadi. Nima uchun qochishdi Afg'onistonga? Nima uchunki qo'rqishdiki, Sovetlar bularni ushatib olib kelmasin deb. Bu ya'ni ko'p nima sahih. Nima uchunki agar masalan Suriyaga bittasi xalqalam Lubnonga ketgan bo'lsa, qo'rqadi. Mumkin Lubnoniy hukumati uni taslim beradi Suriyaga deb. Shunga kimlar Afg'onistondan Hindistonga qochishgan. Hindistonga qochgandan keyin borib hatto ishlab maqpaysi topishib, safinaga chiqishib, Jiddaga safina bilan ketishgan. Jiddaga tushgan keyin qissa qildilar. Tarkiy hijozat kelganimizdan keyin biz hamshirlar, ya'ni shunday sumatimiz yaxshi ekanki, mardam bilar ekanki, biz tojirmiz, tamommi? Avlod tujjor. Tijoratga kirib, qumash tijoratga kirgan ekanmiz avval shay. Undan keyin qatta, ya'ni amonat keraktiran, quvvat keraktiran ishlar bo'lsa, hamshirlarga berilar ekan. Buxoriya deb, tamommi? Va taban Allah yarhamak Abdulaziz o'jan makanul janna Buxoriyani hamshirlarga berib, ularga chunki bilgan, bular aytgan ekanki, haulay ahlu ilm va din va tuqa va amal degan ekan. Shunga o'xshagan taban bu kishi keyin undan keyin Amerikaga nasib bo'ladi hayotlari. Shunga o'xshagan, ya'ni bir qissa bor masalan. Aytadilarki, ya'ni diniy kitoblarda O'zbekistonga oilalar yerda tagga ko'mib bekitishgan. Shu Sovetlardan va tug'yondan qo'rqib. Va ya'ni hatto mana shu halgi Amudaryodan o'tayotgan vaqtiga, tamommi? Ba'zi ulamolarimiz shu kitoblarni boshini ustiga suv kiritgan ekan, nimaga kishtiga. Shu kitoblarimiz zarar yemasin deb boshini ustiga qo'yib o'chgan ekan. Ya'ni shuncha kitobda, shuncha ilmda taqdir qilishar ekan, maqalishar ekan. Shuning uchun shu kitobni o'qishimiz bizga ko'p narsa o'rgatadi. Tariximizdan, kim bo'lganimizdan va shaxsiy hayotdagi insonlarni holini o'rgatadi. Va shuni bilinglar. Batal u kishi emaski, u katta narsalar qilsa, yo'q, shu batalki mana shu oddiy insonki har kun hayotga mujohada qilib, bolalarga rizq halol olib kelaman deb ko'shish qilib, yugurib, qancha qiyin bo'lsa kasal shu dadalarimizni ko'rardik. Kasallik deyishmasdi, nimalik deyishmasdi.
siqillik deyishmasdi. Turishardi, bismillah deb borib bizga rizq uchun yugurishardi. Halol rizq olib kelayin, hech kimga minnati bo'lmasin deb, mana ular abtol. Mana ular mana shu bugun ham ko'raman hamshiralar ichimizga. Bolalarim kallasi nima bo'lmasin, kamga eshmasin deb uradi u bechora o'zini. Mana shular abtol haqiqiyin. Mana shularda biz hayotini nima qilishimiz kerak? Ya'ni naql qilishimiz kerak, yozishimiz kerak. Bu to'lalar fa'lan mana shu, tamommi? Shunga inshaalloh yana kitobga davom qilamiz. Va ila nalqakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.